Dream dunyo bo'yicha tan olingan eng kuchli speedrunner. Technoblade cho'chqani skinini kiyib o'ynaydigan eng yaxshi bedvarschi va u hozir tirikmi? Daquavis dunyodagi eng zo'r cheater, yo'g'i bedvarschi degani. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan mani Zrit va bugungi videomizda Dream, Daquavis, Technoblade qaysi biri eng zo'r va Daquavis rostdan ham cheatermi va Technoblade hozirda tirikmi yoki o'lganmi? Shunga o'xshash savollarga javob topamiz. Agarda kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ygan bo'lsangiz, videomizni boshlaylik. Kelinglar, oldin unda Dream haqida gaplashamiz. Dreamning hayotdagi haqiqiy ismi Clay, Minecraftda Clay emas. Va u 1999-yilda Amerikada tug'ilgan. U normalniy Minecraft o'ynashni 2014-yildan boshlagan va uni YouTube kanalida 32 million obunachisi bor. Bizning Nezrit YouTube kanalimizda esa atiga 6 mingta. Kelinglar, shuni hech bo'lmasa 10 mingta qilib qo'yaylik shu videoda. Va Dream kanalida 3 milliard 140 million ko'rishlar soniga ega. Dreamni mashhur qilib yuborgan videolardan bittasi mana bu video. My dream! Wait, what? Oh my god! Dream rasman dunyo bo'yicha eng kuchli speedrunner deb tan olingan va unga Minecraft jamoasi tomonidan sovg'a kelgan. Va u haqda ko'plab animatsion Minecraft videolar ham ishlangan. Keyingida esa o'sha mashhur afsona Technoblade. Technoblade 1999-yil 1-iyunda Amerikada tug'ilgan. Asl ismi Alexander. Minecraftni 2013-yildan boshlab faol o'ynashni boshlagan. Uni YouTube kanalida 17,5 million obunachisi bor. Yana o'sha gap, bizning kanalda esa 6 ming obunachi. Juda ham ko'p insonlar uni tez blok qo'yishi, PvP qobiliyatini avtokliker deb hisoblagani uchun bu hech qanaqa avtokliker emas deb video tayyorlagan. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Juda ham ko'p youtuberlar Technoblade'da o'lgan yoki o'lmagan deb gapirishadi. Men sizlarga bo'lsa aniq bitta javobni bermoqchiman. Javobim esa ha, afsuski Technoblade rostdan ham 2022-yilda 23 yoshida saraton kasalligidan vafot etdi. Va buni YouTube kanalida o'zi aytgan. Kelinglar, men sizlarga o'sha videoni tarjima qilaman. Aytgancha, videodagi Technoblade o'zi emas, uning dadasi. Ya'ni Technoblade o'limidan oldin maktub yozib ketgan va o'sha maktubni dadasi bizga o'qib bergan. Haqida gaplashamiz. Daquavis hayotda mana bu inson. Va men uni ismini to'g'risi topa olmadim. Uni YouTube kanalida esa 628 million obunachisi bor. Bizning kanalda esa unikidan 6280 marta kam xolos. O'tdaja, hayvonlar! Daquavisni juda ham tez ko'tarilib ketishiga sabab bu uning hype asosida ishlangan bedwars videolari. U juda ham ko'p videolarda Dream, Technoblade kabi mashhur o'yinchilarni skinini kiyib olgan aktyorlari bilan o'ynaydi. Nega bunday deyotganimni esa hozir tushuntirib beraman. Mana bu videoda ko'ring. Bu video tashqaridan juda ham ta'sirchan va emotsiyali ko'ringani bilan mantiqan o'ylab qarasa, bu shunchaki laxatron. Ya'ni qaysi ahmoq 4 ta o'yinchi birga bo'lib TNT qo'yilganini ko'rib turgan holda yana o'sha tomonga harakatlanadi. Va har doim aynan shu 4 ta bir xil o'yinchi bo'ladi. Va yana bitta video bor. Why'd you do that? Agarda sizga ham TNT otilsa, shunaqa qarab turasizmi? Va yana oxirida aynan shundaymi? Daquavisni cheater deyishimga yana bir sabab bu videoni ko'ring. Nima bo'lganini tushungandirsiz? Ya'ni Daquavisni o'rtog'i urib ketdi. Va shu zahoti o'yin vijvaniya rejimiga o'zgardi. Buni qanday tushunish mumkin? Ya'ni o'zi o'yin vijvaniyada bo'lib turgan bo'lsa, uni yana qanday qilib yana vijvaniya rejimiga o'tkazish mumkin? Aslida esa bu yerda voqea mana bunday bo'lgan. Daquavisni sherigi Daquavisni urgan va o'lib qolishini bilgan Daquavis o'yinni kreativga o'zgartirgan. Va do'stidan qochgandan keyin o'yinni yana vijvaniyaga o'zgartirgan. Bu jarayonni bo'lsa montaj payti kesib tashlagan.
Do'stlar, biz bu videomiz bilan kimnidir yomonlamoqchi yoki kimnidir yaxshilamoqchi emasmiz. Shunchaki o'zimni fikrimni aytdim. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.